meniki? Bilmadim. Taxmin qilib ko'ring-chi. Shu yaqinlarimdir-da. Aynan kim? Bilmadim. Ayting. Hammadan kuchli mumkin. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi inson. Sizni yuragingizga Onammi? albatta, qarang, gapimni tugatmasimdan topdingiz. Onajoningiz nomlaridan. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda dadajoningiz Bahodir aka nomlaridan, akajoningiz Dostonjon aka nomlaridan, opajonlaringiz nomlaridan, yangijoningiz Sevaraxon nomlaridan, jiyaningiz Ramziddinjon nomlaridan tabriklab turibmiz. Ramziddinjon bom. Ayajoningiz bilan gaplashib qoldim. Telefon qildilar. Mani qizimni, mani asilamni tug'ilgan kuni tabriklab bering dedilar. Xo'p, nima dey, xolajon desam, aytdilarki, men maktub yozganman, shu maktubimni o'qib bering dedilar. Maylimi, men o'qib bersam? Mayli. Bayta. Asila, bugun sening tug'ilgan kuning. Men esa yana seni o'ylayapman. Shifoxonada yotganimda ham yuragim sen bilan, xayolim sen bilan. Jonim qizim, men faqat siz farzandlarim uchun yashayapman. Sen kulganingda men ichimdan yashnayman. Sen o'z yo'lingni topganingda men faxr ila tebrangan daraxtga aylanaman. Qancha gapirsam dardim tugamaydi. Har so'zim yuragimdan chiqadi. Ammo bilaman, ba'zida og'irroq eshitiladi. Men seni yomon ko'rib emas, seni o'zimdan ham ko'proq o'ylaganim uchun gapirib, xafa qilgan paytlarim bo'lgan. Kuyovim yaxshi, sen yomon degan paytlarim bo'lgan, Asila qizim, buni bilaman. Lekin bu so'zlarim ortida sendan xavotir olgan onangni bedor tunlari bor, jon qizim. Sen men uchun hamon o'sha go'zal, yuragimdagi mehrga to'la qizaloqsan. Bugun duo qilamanki, doimo baxtli bo'l, sog' bo'l, mehrli bo'l. Mana shu gulgun yuzingdan hech qachon tabassum arimasin. Men sen bilan faxrlanaman. Sendek qizim, sendek farzandim borligidan faxrlanaman. Seni jonidan ham ortiq yaxshi ko'ruvchi onajoning deya mana shu so'zlarni ayajoningiz bitib qolibdilar. Voy, rahmat. Keyin menga aytdilarki, Sohibajon, menga shunaqangi Asilaga meni nomimdan bir chiroyli she'r o'qib bering dedilar. Maylimi, aytib bersam qabul qilasizmi? Mayli. Qizim, qoshing bilan ko'zing meniki. Goh shirin, goh achchiq so'zing meniki. Shukrona aytaman boringga takror, yaxshimi, yomonmi, o'zing meniki. Orzuyim g'unchasi sensan, jon bolam. Umidim gulchasi sensan, jon bolam. Hayotdan ilinjim bor, mening illo. Ilinji ham sensan, jon bolam. Qizim suyanganda tog'im bo'lsang bas. Ishonganim mening bog'im bo'lsang bas. Umrim omonatdir. Aytsam, aytmasam, ortimdagi shamchirog'im, jonim bo'lsang bas deya mana shu she'riy ta'rifni ham sizga yo'llab qoldilar. Rahmat. Kutganmidingiz Asilaxon shunaqangi tabrikni? Yo'q. Kutmagandim. Xursandmisiz? Sizda eng nima deydi, yaxshi ko'radigan inson deganingizga ayamligini keyin bildim-da. Chunki birinchi yaxshi ko'radigan inson onada. Albatta. Yig'lab ham oldim, rahmat kattakon. Ayam ham baxtimga sog' bo'lsinlar har doim. Endi chap kasal bo'lmasinlar. Ilohim. Qalbingiz tubida qanaqangi duoyingiz bor, qanaqangi tilagingiz bor onajoningiz uchun? Ayam nima desam, buni ta'riflab berish juda ham qiyin. Albatta. So'z bilan ta'riflab bera olmayman. Lekin faqat bir narsani so'rayman, har doim sog' bo'lsinlar. Ilohim. Qolgan hamma narsa topiladi. Ilohim. Shunday, ilohim, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Sizni nafaqat yaqinlaringiz, balki Palma kompaniyasi nomidan
juda ham ehtirosli, hissiyotli tabriklaymiz. Ilohim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shu guldek farzandlaringiz doimo ko'zingizni quvontirib yurguvchi farzandlar bo'lsin. Oilaviy baxt, xotirjamlik tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelinglar sizlar ham. Xo'p.